Arzum shul o'chmasin yongan chirog'ing, quyoshlik nur sochsin chashming qarog'ing. Magar chinor bo'lsang chinordek yasha, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugungi shodiyona kecha, mana shu Parviz qizimizni tug'ilgan kuni muborak ayyomi bilan men shaxsan o'z nomimdan, barcha qo'ni-qo'shnilar nomidan bu qizimizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Kelgusida yutuqlik orzulariga erishib, baxtli qiz bo'lib, ota-onasini yuzini yilga qaratmay o'qishlarga kirib, iboli, hayoli qiz bo'lib bo'lishiga tilakdoshman. Rahmat siz berganingiz uchun. Rahmat emas. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin, umr yo'llaringiz charog'on bo'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt omad, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt hech qachon. Oshiqda qalbingiz topmasin armon, sog' bo'ling, bor bo'ling doim singiljon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun sizni deya sizni suyganlar, sizni deb yonganlar, sizni kuyganlar poyingizda qolib ketsin deymiz. Ko'ngil o'yganlar o'lsa ham ko'ngilning g'amlari o'lsin. Chiroyli qarsaklar bilan yana bir bora tavallud ayyomlari muborak bo'lsin deymiz va albatta mana shunday bir baxtli damlarda sizni jon dildan yaxshi ko'rguvchi ingiz ham chiroyli tabriklar va yo'llash niyatida turibdilar. Marhamat. Tabriklayman, yuzlarga kiring. Biza baxtimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting. Rahmat emas, chiroyli tilaklar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Doimo mana shu opa singillar o'rtasidagi mehr-oqibat rishtalari hech qachon yo'qolmasin, uzilmasin. Oltin kabi sof hamda boqiy bo'lsin deymiz. Albatta bugungi baxtli damlarimizga yakun yasash vaqtiga ham yetib keldik. Ushbu xursandchilik damlar bardavom bo'laversin. Doimo sizning yuzingizdagi kulgu, labingizdagi tabassum sizga barobarlik hamrohingiz bo'lsin. Onachoningizga ham farzandlarning mana shunday bir baxtli damlari muborak bo'lsin. Ilohim 100 yoshingizda ham farzandlarim mana shunday bir baxtli damlar va akajonimiz bilan boshda turishlaringizdan tilakdoshmiz. Albatta so'nggi qalblardagi chiroyli tilaklar bilan yana bir qadrdonlardan bo'lgan singillari chiroyli tarzda tabriklash niyatida turgan ekanlar. Marhamat. Meni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Nima niyat qilgan bo'lsang niyatingga yetgan, ota-ona baxtiga sog' salomat bo'lgan, ular umring uzoq bo'lsin. Tabriklayman. Ezgu niyatlar bardavom bo'lsin ilohim. Mana shunday bir xursandchilik damlar, shukronalik kunlari doimo bir umrlik hamrohlaringiz bo'lishidan tilakdoshimiz. Xursandchilik damlari bardavom bo'lsin. Doimo mana shu qavm qarindoshlar o'rtasidagi mehr-oqibat rishtalaringiz hech qachon yo'qolmasin, uzilmasin deymiz.